Tashqi ko'rinish bilan ko'pchilikni qiziqtirgan Jetour X50 avtomobil uchun oylik to'lov atiga $250 dan. Boshlang'ich to'lov sizga qiziqmi? Bu videoni oxirigacha ko'ring. Motori 1.5 turbina, 4 ta Porsche'li, 156 ta ot kuchiga ega. Kichkina motor emas, shahar ichida rasxod atiga 7 litr. Ichki interyerga alohida e'tibor berasiz. 80% sifatli eko-koja bilan jihozlangan splashnoy monitor, tomonlama iqlim nazorati, skoroslari joystick, besprovодной zaryadnik, 360 gradusli kamera, o'rindiqlar sportivniy ko'rinishga ega, barchasida isitish funksiyalari mavjud. Jetour X50 avtomobili uchun boshlang'ich to'lov atiga $3600 dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovga sizda qancha mablag'ingiz bor? Ko'proqdir yoki kamroqdir? Kommentariyada yozib keting. Shu videoga bitta like bosgan bo'lsangiz, sotuvchilarimiz o'zlari sizga rashodlarni tashab berishadi. Ha aytgancha, $250 oylik to'lov chiqish uchun boshiga ko'proq to'lov qilish kerak. Bundan tashqari, bizdan avtomobil xarid qilgan mijozlar uchun 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolati ham mavjud. Usta zapchastdan endi muammo yo'q. Bizning manzil Namangan shahar Yangi bozor Promzonaning yo'lida. Shu pastdagi raqamlar bilan bog'laning yoki kommentariyada boshlang'ich to'lovga qancha mablag'ingiz yozib keting, o'zimiz siz bilan bog'lanamiz.